Canva'da taqdimotlar qilish. Buning uchun telefonimizda Canva degan programma bo'lishi kerak. Agar Canva bo'lmasa, biza bemalol Google'dan ham kirib, Canva deb yozib ishlasak bo'ladi. Bu joyga Canva deb yozsak chiqadi. canva.com. Обязательно com degan yozuv bo'lishi kerak kichkina harfda. Mana bunaqa joydan ham ulansanglar bo'ladi. Bu yerda shu обязательный mana hozir mana registratsiya qilingan. Agar registratsiya qilinmagan bo'lsa, sizlardan akkaunt so'rab registratsiya qiladi. Yana bitta oson usuli Canva'ni yozib olishi. Google Play Marketdan Canva deb yozib, poiskka mana Canva deb yozib topsak bo'ladi. Mana avtomatik topadi. Bizga mana bunaqa Canva deb yozilgani kerak. Mana ustanovka bo'lgan deyapti. Mana ustanovka bo'lgan bu. Endi shuni ochamiz. Canva'ni ochganimizdan keyin biza o'sha prezentatsiya bo'limini tanlashimiz kerak. Taqdimot bo'ladi. Inglizchada presentation. Mana shu bo'limni tanlaymiz. Prezentatsiya bo'limini tanlaganimizdan keyin bizga oyna ochiladi. Mana shu oynadan biza o'zimizga kerakli bo'lgan shablonlarni tanlab, o'sha shablonlar orqali bemalol ishlasak bo'ladi. Masalan, bizga hozir titul varrog'i kerak. Bizga har xil titul varroqlarini chiqarib beryapti. Koronasi yo'g'ini tanlaylar. Chunki koronasi borini ko'p joyda ko'chirib olish qiyin. Faqat silka orqali ishlatsanglar bo'ladi. Shu titul qog'ozini mana bemalol olib, bittasini belgilab, o'zgartirish kiritsanglar bo'ladi. Maket bo'limida ham yoki o'sha qilmoqchi bo'lgan prezentatsiyalarni yozasizlar. Prezentatsiya shabloni deb bersanglar ham bo'ladi. Mana har xilini chiqarib beradi. Mana bu koronali ekan, tanlaymiz. Iloji bo'lsa o'rtada rasmi bor prezentatsiyani shablonini tanlashga harakat qilinglar. Chunki o'sha joyga keyin o'zingizlarning rasmiylarni qo'yasizlar. Hozir ularni ham bitta-bitta sekin o'rgataman. Hozir bitta yaxshiroq shablon tanlab olishimiz kerak. Masalan, mana bu shablonni tanlaymiz. Mana bu shablonni tanlaymiz. Mana bu yerda bunisi ham bor, bunisini ham bor. 10 ta bizga beryapti, 10 tacha. Shulardan bittasini tanlashimiz mumkin. Mana buni masalan tanlaymiz. Mana tanlab oldik, shablonmi? Endi shablonga birinchi o'rinda rasm qo'ymoqchi bo'lsak, mana nimani o'zgartirmoqchi bo'lsak, shuni ustiga qo'limiz bilan bossak, uni belgilab beradi va mana bu pastlarda o'sha joyi o'zgartirish uchun bizga instrumentlar beradi. Shu instrumentlardan foydalanib biz o'zgartiramiz. Masalan, rasmni o'zgartirish uchun mana zaminit bo'limini bosib, mana bu yerda загрузка, foto, video. Bizda bu yerda загрузкада hozir rasmlar yo'q. Mana загрузка bo'limidan biza o'zimizni fayllarimizni загрузить qilib olsak bo'ladi. O'zimizni rasmlarimizni mana bu загрузка faylga bossak, bu yerda mana устройство chiqadi. Shu устройствоdan o'zimizni rasmlarimizni o'sha joyga qo'ysak bo'ladi. Bunaqa holatda ko'rinishda chiqadi. Agar sizlarga bu yerdan topa olmasanglar, mana изображениеga kirsanglar bo'ladi. Kirib beradi. Yoki mana bu joyda mana xohlagan o'sha qayerda bo'lsa rasminglar o'sha joyni tanlaysizlar va o'sha joydagi rasmlarni chiqarib beradi. Kamerani bossanglar, kameradagi rasmlarni mana chiqarib beradi. O'zingizlar tushgan rasmni belgilab, tanlab qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, mana bitta rasmni tanladimmi? Endi men xohlagan rasmni tanladim. Sizlar o'zingizlar chiroyli rasmga tushsanglar bo'ladi va o'sha rasmni mana shu joyga hozir yuklab beradi. Shu rasmni yuklagandan keyin mana rasm yukladi. Shu rasm ustiga bosamiz. Mana rasmni o'zi avtomatik dumaloq qilib kesib qo'yib berdi. Endi biza
tekstlarni o'zgartirishimiz uchun tekstni ustiga bosishimiz kerak. Matnni o'zgartirishimiz uchun. Mana matnni ustiga bosdik. Masalan, mana shu matnni chiroyli shablon tanlashga harakat qilaylik-da. Men hozir endi to'g'ri kelganini tanladim. Mana tekstni o'zgartirishimiz uchun ichiga kiramiz-da, mana ustiga bosamiz. Ustiga bosganimizda mana bunaqa qalamcha chiqadi. Mana qalamcha chiqadi, ko'rasizlarmi? Shu qalamchani ustiga bossak, mana bunaqa narsalar chiqadi. Biz bu yerda uni izminich qilib yoki mana переписать degani bor, ko'rasizlarmi? Ikkinchi qalamcha. Shuni bossak, mana tekstimizni qo'yib beradi. Mana shu tekstni bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Ustiga bosamiz, mana заменить yoki bosamiz. Mana bu joydan yozib ketaversak bo'ladi. Masalan, loyiha ishi. Ichidagini belgilab olsak, ko'k yozuv qilib avtomatik hammasini o'chiradi. Mana yana boshqa joyga bosib yuboramiz. Mana loyiha ishi mana bosildi. Bu yerda mana razmerini, shriftini mana kichraytirsanglar, kattalashtirsanglar bo'ladi. Rangini o'zgartirsak bo'ladi. O'zi rangini shablon tanlab beradi. Rangini o'zgartirish maslahat bermayman. Endi masalan, mana yozuvini o'zgartiramiz. Buni ham o'zgartirish uchun shu ustiga 2 marta bossak ham bo'ladi. Mana 2 marta bossak chiqarib beradi. Masalan, bu yerga Renessans ta'lim universiteti deb yozamiz. Yozdik. Mana bir chekkasiga tushdi. Endi yana qo'shimcha yozuv yozmoqchi bo'lsak, mana tekstni tanlab, xohlasanglar mana sarlavhaligini yoki oddiyni tanlasanglar, mana yana tekst tushadi. Mana bu joyga masalan yo'nalishimizni yozsak bo'ladi. Tabiiy fanlar va matematika. Bo'limi. Hozir mana ustiga tushyapti, shuning uchun ko'rmayapti. Mana yozdik. Endi bu tekstni boshqarish uchun mana o'sha tekstni ustiga bossak, bemalol uni tepaga, pastga ko'tarsak bo'ladi. Mana tekst ustiga bosamiz, mana krestikka ushlasak, mana ikkita strelkali tekst oldiga borib ushlasak, mana bemalol tushadi. Hozir mana tekstimiz katta bo'lib ketgan, ko'rasizlarmi? Tushmayapti. Masalan, buni biz enter bilan pastga tushirib qo'ysak ham bo'ladi. Mana pastiga enter bilan. Yozuvni kichraytirsak ham bo'ladi, mana razmerga kirib. Mana masalan, jирный qilsak bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Mana tagiga chizib qo'ysak bo'ladi. O'rtadan, chetdan qilib belgilasak bo'ladi. Mana tekstni tushirdik mana. Tabiiy fanlar, matematika bo'limi, bu yerga yana o'sha yo'nalish qo'shsak bo'ladi. Masalan, matematika, informatika. Tekstni bosamiz yana. Yoki bundan ham osoni, yana qayta tekst bosmasdan shu tekstni o'zini mana bundan kopировать qilib tushirib, shuni o'zgartirsak ham bo'ladi. Loyiha ishini masalan pastroqqa qo'yamiz. Mana bu joyga masalan yozamiz. Yana o'sha izminich qilib yoki ustiga 2 marta bosib, matematika, informatika. Yo'nalish. Mana o'zgardi. Hozir qiyshaytirib yubordim. Masalan, noto'g'ri ish qilib qo'ysanglar, mana tepada orqaga qaytaradigan joy bor. Shu yerdan bemalol qaytarsanglar bo'ladi. Mana yo'nalishi ham tushdi. Yana mana ekran ustiga bossak, o'zini holiga qaytadi. Mana yo'nalishini o'zini joyiga qo'ydik. Keyin bu yerga masalan buni yana kopировать qilib qo'yib, biza masalan mavzuni kiritsak bo'ladi. Masalan, loyiha ishi mavzusi. Ustiga 2 marta bosamiz, mana ochib beradi. Buni telefonda qilaman hozir. Kompyuterda ham xuddi shunaqada mishkada qilsanglar bo'ladi. Mavzu masalan matematika va informatika. Xohlagan mavzuni qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, funksiya nazariyasi. O'zinglar xohlaganini
qo'yaverasizlar. Endi mavzu bizada обязательно masalan shriftini o'zgartirsanglar bo'ladi. O'zi shrift bitta tanlab olsanglar, o'sha bitta shrift o'zi dokumentlarda Times New Roman 14 shriftda bo'ladi. Rangiga ham tegmanglar, chunki dizaynini buzib yuboradi. Maslahatim, rangiga ham tegish kerak emas. Bo'ldi, mana razmerini kattalashtirib qo'ysanglar. Mana bunaqa kattalashtirganinglarda bunaqa holat bo'lib qolsa, mana bu chizig'idan ushlab turib bundoq tortsanglar, mana kattalashadi, ko'ryapsizlar? Kattalashtirib bemalol o'zgartirsanglar bo'ladi. O'zgardi, yana plyusni bosib xohlagan joyimga qo'yaman. Mana endi bularni qo'yib bo'ldim. Masalan, qo'shimcha rasm yoki logotip qo'ymoqchi bo'lsam, mana shu joyda mana bu kamerani ustiga bosaman. Menda masalan Renessans ta'lim logotipini ko'chirib olganman. Shuni mana добавить qilaman. Mana qo'yib berdi. Masalan, oq rangga qo'yib berdi hozir buni. Boshqa PDF PNG logotipini tanlasanglar ham bo'ladi yoki oq bo'lib turaversa fonimizga tushadi. Kichraytirib mana buni yoniga logotipni mana bunaqasiga qo'ysak bo'ladi. Bunda Renessans ta'lim ham oq ham dizaynimizga tushdi. O'zi qilib berdi. Mana shunaqa qilib ham rasm hammasini qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, rasmlarni orqa fonga joylashtirmoqchi bo'lsanglar, biron bir rasmni tanlaysizlar, mana shu yerda mana kamerani tanlasanglar, kameradagi rasmlarni chiqarib beradi. Orqasiga qanaqadir boshqa narsa qo'ymoqchiman, nimadir qo'ymoqchiman desanglar, masalan, mana buni qo'ymoqchisizlar. Mana открыть qilasizlar, hozir yuklab beradi. O'zinglar ichidan ham mana yuklab berdi. Masalan, mana buni qo'yman, video ekan bu, shuning uchun ko'p o'ylab qoldi. Rasm tanlaylar sizlar. Добавить qilaman. Mana rasmni qo'ydi, bu videoli rasm ekan. Video ekan, videoni ham qo'ysa bo'ladi-da. Video endi bizga kerak emas-ku taqdimotga. O'chirib tashlayman, mana bundoq belgilayman deb. Rasm tanlashga harakat qilaman mana kameradan. O'zinglarni rasmga olsanglar bo'lar ekan bu yerda. Bunisini загрузка bo'limidan rasm tanlab olsanglar bo'ladi. Masalan, mana bu rasmni tushirmoqchimiz. Mana bu rasmni masalan bundoq kattalashtirib yoki mana bu joyga bitta yozuvimiz ko'rmay qolar ekan. Pastiga kattalashtirib mana bu joyda sloy degan joyi bor. O'zinglar hamma narsa qilib o'rganib ko'rishinglar kerak-da. Rasmni mana animatsiya beradi. Mana sloyga kirib, masalan, buni orqasida yoki buni orqasida tursin. Mana buni orqasida, hammasini orqasida tursin deb belgilasanglar, o'sha orqasiga o'tkazib beradi. O'zinglar xohlagan rasmni ham fon qilib tushirsanglar bo'ladi bu yerda. Ushlab turib buni orqaga qo'yib yuboramiz pastiga. Nimagadir qo'ymayapti. Mana ko'rdinglarmi, rasm orqasiga o'tdi. Sizlar mana bu ko'kni ham ko'kdan mana o'sha ustiga bosib tursanglar bemalol harakatlantiraverasizlar. Ko'kdan ham orqada tursin, dumaloqdan ham orqada tursin deb qo'ysanglar, mana ko'k bilan dumaloqni orqasiga qo'ydi, ko'rdinglarmi? Orqasiga masalan o'zinglar ham rasm qo'yib yuborsanglar bo'ladi mana. Как fon sifatida ketaveradi bunaqa. Qiyshaytirib qo'ysanglar, yana ham chiroyli chiqadi. Ko'ryapsizlarmi? Mana hammasi qo'lda boshqariladi. Mana buni joylashtirib olgandan keyin bo'ldi, bu avtomatik o'sha anaqanglarda сохранить bo'ladi akkauntinglarda. Buni X qilib ham chiqib ketaversanglar bo'ladi. X qilib chiqib ketdi. Endi buni o'zini joyiga qo'yish uchun google.com ga kirib, o'zimizning guruhga kirib,
Sizlar bir joyga yuklamoqchi bo'lsanglar, o'sha joy berilgan bo'lsa, men mana google.com ga kiramiz. google.com ga kirib, klassimizga kiramiz. Mana klass. O'z ustoz biriktirgan ssilkaga kiramiz, zadaniyaga. Mana 403. Mana zadaniyaga o'tsak, o'zi zadaniyada mana loyiha muqovasi bor. Mana shu loyiha muqovasiga kiramiz. Mana o'zi avtomatik Canva'da ochib beryapti. Shu joydan biza shunaqa qilib biriktirib qo'ydilar mana. Hamma saqlanib qilinganlarniki chiqyapti. Shu joydan biza bo'shini olib, bo'sh varroqni olib, mana pastida masalan mana belgiladik 19-varroq ko'ryapsizlarmi? Belgiladik. Mana pastda chiqayotganini X qilamiz. X qilib turib, mana bu joydan biza mana bu aylantirsak, mana yuradi. Proyekti, loyihalar, dizaynlar degan joyga o'tib, o'zimizni loyihani belgilab olamiz, bo'ldi. Oxirgi qilganimiz mana graduation hozir o'ylayapti ochishni, hozir shu yerda ochadi. Mana shuni belgilab olsak, o'sha joyga tushadi. Belgilaymiz. Ustiga bossanglar bo'ldi. Mana avtomatik tushirib berdi ustiga bosganiga. 2 marta bosdim. 2 marta tushirib berdi. Bu sizlarga mana bunaqa video qiynalmanglar deb oldim. Buni men o'chirib tashlayman hozir. Mana ustiga bosib o'chirib tashlsam bo'ladi. Mana bu yerda ham o'chiradigan joyi bo'lishi kerak. Bitta bunda bosib olishimiz mumkin. Mana ustiga bossak, mana bu chiqyapti. Mana bu yerdan bemalol udalit qila olamiz. Udalit bo'ldi. Shunaqa qilib yuklaysizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sabr qilib oxirigacha ko'rsanglar bemalol o'zingizlarning loyihalarni ham hamma narsani shu joyga yuklab qo'ya olasizlar.